Ronaldinho. Bu ismni eshitgan zahoti ko'z oldimizda yorqin maydon, shovqin-suronga to'la stadion va kulayotgan odam paydo bo'ladi. U futbolni o'zgartirmadi. U futbolga ruh berdi. U hech qachon raqiblarga qarshi o'ynamagan. U har safar maydonga chiqqanda odamlarning qalbi bilan o'ynagan. Bugun men sizga nafaqat afsonani, balki futbolni tabassumga aylantirgan insonni hikoya qilaman. U to'pni oyoqlarida emas, yuragida his qilgan. Shuning uchun ham uning har bir finti, har bir tabassumi bu faqat futbol emas, bu hayotga bo'lgan muhabbatning ifodasi edi. Keling, bu sehrning qayerdan boshlanganini birgalikda eslaymiz. Bolalik va gremio, futbolning boshi. 1980-yil Porto Alegre. Oddiy ammo mehrga to'la oilada bola dunyoga keldi. Otasi gremio klubida xavfsizlik xodimi, akasi Roberto esa futbolchi edi. Ronaldinho uchun futbol hayotning o'zi edi. U bolaligidan to'p bilan uxlar, to'p bilan uyg'onardi. Favela ko'chalaridagi chang, rezina to'plar, yalang'oyoq yugurayotgan bolalar, hammasi uning bolalik xotiralari edi. U bolaligida g'alabani emas, quvonchni o'rganardi. Unga ko'ra futbol bu raqs edi va har bir zarba bu musiqa. Men futbolni otam tufayli sevdim. U meni har kuni stadionga olib borardi. Men o'sha joyda to'pning hidini, tribunadagi ovozlarni, odamlarning hayajonini his qilardim. O'sha his meni hech qachon tark etmaydi. 16 yoshida gremio safida debyut qildi. U hali o'smir edi, lekin harakati, to'p bilan o'ynashi kattalarga o'xshamasdi. Odamlar uni ko'rgan zahoti bilishardi. Bu bola aniq boshqacha. PSG Yevropaga qadam. 2001-yilda Ronaldinho Yevropaga yo'l oldi. Parij moda, san'at va futbol shahri uni kutib oldi. Emas, balki hissiy ifoda edi. Lekin Yevropada futbol intizom va taktika demak edi. Ronaldinho esa erkinlikni yoqtirardi. Shu sababli u Parijda ba'zan tanqid qilindi, ba'zan esa olqishlandi, ammo hech qachon e'tiborsiz qolmadi. PSG davri men uchun yangi dunyo edi. Ba'zida meni tushunishmadi, lekin men o'yin orqali odamlarning yuzida tabassum ko'rishni xohlardim. Men uchun eng katta mukofot kimnidir quvontirish edi. Shu meni harakatga undardi. U Parijda hanuz o'zini izlayotgan edi, lekin futbol dunyosi uni allaqachon bilardi. Bu bola bir kun kelib o'yinni butunlay o'zgartiradi. Barselona futbolning tabassumi. 2003-yil Barselona tanazzulda edi. Moliyaviy muammolar, motivatsiyasiz jamoa va sovuqlashgan muxlislar. Shunday bir pallada u keldi, tabassum bilan. Uning birinchi mashg'ulotidayoq o'yinchilarning ko'zida ishonch paydo bo'ldi. Muxlislarning qalbida esa umid uyg'ondi. U har safar to'pga teginganda stadion nafas olardi. Ronaldinho maydonga chiqsa, futbol shunchaki sport emas, teatrga aylanardi. Men Barselonaga kelganimda bu klub og'ir ahvolda edi. Men shunchaki jamoani emas, butun shaharning ruhini qaytarishni xohlardim. Har safar o'ynaganimda odamlarning yuzida quvonch ko'rardim. Men uchun bu eng katta g'alaba edi. ...2005-yil El Clasico Real Madridga qarshi o'yin. U Bernabeuda raqibni raqsga tushirdi va nihoyat futbol tarixida birinchi marta Real muxlislari raqib o'yinchisini oyoqda turib olqishlashdi. Bu Ronaldinho edi. U futbolni san'atga aylantirdi. Shu yili u dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb tan olindi. Ronaldinho o'z davrining eng yorqin ramziga aylandi. U maydonda shunchaki o'ynamasdi, u ijod qilardi. Har bir gol, har bir pas va har bir uzatma bu o'ziga xos ifoda edi. Uning o'yinida musiqaning ritmi, san'atning go'zalligi va bolalarcha soddalik bor edi. Messi keyinchalik shunday degandi: Ronaldinho menga har kuni nimani his qilish kerakligini o'rgatdi. U futbolchi emas, u ruh edi. Men hech qachon raqibni masxara qilmoqchi bo'lmaganman. Men faqat futbolning go'zalligini ko'rsatishni xohlaganman. To'p men bilan birga raqs tushganda, bu mening baxtim edi. U dunyoni tabassum bilan birlashtirdi. Har kim o'zida ozgina bo'lsa-da Ronaldinho borligini his qildi. Milan va so'nggi yillar. Tabassumning davomi. 2008-yil Ronaldinho Italiyaga ko'chib o'tdi. Milan uni quchoq ochib kutib oldi. Endi u 28 yoshda edi.
U hali ham maydonda mo'jiza yaratardi, lekin tanasida vaqtning og'irligi sezilardi. Biroq u hali hanuz futbolni tabassum bilan o'ynardi. U hech qachon o'yinni jiddiylashtirmadi, chunki u uchun jiddiylik bu o'yin zavqini o'ldirardi. Milan davrida men boshqacha bo'ldim. Endi men o'rgatuvchi, ilhom manbai edim. Men futboldan ortiqcha narsa kutmadim. Faqat to'pni his qilishni va tomoshabinlarning quvonchini ko'rishni xohlardim. Keyinchalik u Braziliyaga qaytdi. Atletico Mineiro bilan Libertadores kubogini yutdi. Bu Ronaldinyoning so'nggi katta yutug'i edi, lekin u hech qachon o'zini afsona deb his qilmagan. U faqat bola bo'lib qolishni istardi. Bugun Ronaldinyo haqida gap ketganda odamlar uni sovrinlari uchun emas, balki tabassumi uchun eslashadi. U futbolda mag'lubiyatdan ham, g'alabadan ham muhimroq narsalar borligini isbotladi. Bu zavq. U futbolda professionalizm emas, balki his-tuyg'ular yaratdi. U o'yin orqali odamlarni bolaligiga qaytardi. Men futbolni har kuni sog'inaman. Bu yoqimli narsa. Bolalar meni taqlid qilib o'ynashlari, bu mening merosim. Men hech qachon eng kuchli bo'lishni istamaganman. Men eng quvnoq bo'lishni xohlaganman. Ronaldinyo bizga shuni o'rgatdi. Futbol bu raqamlar, sovrinlar va unvonlar emas. Futbol bu hislar va tabassum. Ba'zilar tarixda iz qoldiradi, ba'zilar yurakda. U esa ikkalasida ham qoldi. Do'stlar, sizlar bilan Izzatullo Rasuljonov edim. Keyingi safar yana bir afsonaning hikoyasida shu tarzda uchrashamiz. Iltimos video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Albatta o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sog', salomat bo'ling.